Ko'pchilik silayonli xamirdan somsani tandirda yopib bo'lmaydi deb o'ylar ekan. Biz qo'ldan kelgancha silayonli xamirdan shunaqa tandirda chiroyli qilib somsalar yopishni ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Ishimizni tandirga olov yoqishdan boshlaymiz. Tandirimiz qizib turguncha somsamiz ichidagi farshi, ya'ni nachinkasini tayyorlab olamiz. 1 kilo mol go'shtini yog'siz, paysiz joyidan mayda qilib to'g'rab olib, 400 g dumbani ham mayda qilib qo'shamiz. 1 kilo alohida to'g'rab olgan piyozimizni qo'shmay turamiz. Silayonli somsalarimizni xamirini 50 g dan zuvala qilib kesib olganmiz. Buni to'liq tayyorlash retseptlarini bundan oldingi videoda to'liq ko'rib olishingiz mumkin. Zuvalalarimizni qatlamli, ya'ni sloyka tomonini pastga qilib, orqa tomonidan ehtiyotkorlik bilan o'rtasini sal qalinroq qilib, to'rtburchak holatda yoyib olamiz. Somsamizni tugishda farshini xuddi shu turishda ichiga solamiz. Shunda tashqari tarafda qavatlar ko'rinib turadi. Go'shtimizni o'zini alohida marinofga qolamiz. Bunga tuz, zira hamda ozgina murch solib, o'zini aralashtirib olib, ozgina turgandan keyin bunga piyozni qo'shamiz. Piyozni vaqtlidan aralashtirib qo'ysa, farshimiz seli chiqib ketib qoladi. Shuning uchun piyozni oxirida tugishdan sal oldin qo'shib, aralashtirib, sirazi tugishi boshlanadi. Somsalarimizni tugishni boshlaymiz. Ichiga taxminan 50 g dan farsh solib, videoda ko'rsatilgan shaklda konvert qilib yopib chiqamiz. Jarayondagi barcha vaziyatlarni to'liq ko'rsatishga harakat qilganimiz uchun videomiz oldingi doimiy videolarimizdan ko'ra sal cho'zilishiga rozi bo'lasiz. Somsalarni tugib olgandan keyin buni orqasi qanzib qolmasligiga ham hushyor bo'lishingizni so'raymiz. Qanzib qolsa tandirga yopishish qiyin bo'ladi. Tandirlarimiz qizib olgandan keyin ortiqcha teshiklarni yaxshilab yopib olamiz. Tandirda teshiklari yopilmasa olov yonaveradi. Agar teshiklarni yaxshilab yopilsa, olovning ham harorati pasayadi. Tandirimizga suv berib, tandirimizni haroratini tushirib olamiz. Menga o'xshab havaskor tandirga yopuvchilar uchun shunaqa teplovizer, ya'ni issiqlikni o'lchash moslamasi bor. Men bunda 220-240 gradus atrofida somsalarni yopdim. Eng keng va ko'p tarqalgan usul somsani orqasini tandirga bitta urib ko'rib, agar 4-5 sekundda qizarsa bu tandir harorati baland, agar 7-8 sekundda qizarsa bu tandirga yopish uchun ideal harorat. Tandirimizni havosini olib, somsalarimizni yopishga tayyor holatga kelganda olovini o'chmas holatda past qilib suv sepib olamiz. Somsalarimizni birin-ketin yopishni boshlaymiz. Somsani ikki xil usulda kimdir tepadan, kimdir pastdan yopib keladi. Men o'zimga qulay bo'lganicha pastdan yopishni boshladim. Kamina havaskor hamda birinchi marta tandirga somsa yopib ko'rayotgani uchun qatorlariga, xatolariga professionallar nazari bilan qaramaysizlar degan umiddamiz. Somsalarni tandirga yopishda yana bir muhim jihati qo'lni tandirga tekizib olmaslik ekan. Qo'l tandirga sal tegib ketsa ham sirazi kuyar ekan. Somsalarimizni yopib olib, ustiga qopqog'ini yopib qo'yib, ho'l nam latamizni ustiga yopib 5 minut davomida dimlab qo'yamiz. Ketgancha bu somsaga suv urilmaydi. Silayonli somsa bo'lgani uchun oqib ketish ehtimoli bor. 5 minut dimlangandan keyin barcha teshiklarni ochib, havo kirgizib olovimizni yoqamiz. 20-25 minut davomida o'sha cho'g'i o'zida somsalarimizni sekin qizartirib pishirib olamiz. Tandirimizga havo kirishini hisobiga boya o'chirib qo'ygan cho'g'imizni o'zi alanga oladi. Bunga ortiqcha o'tini qo'shish shart emas. Somsalarimiz birin-ketin qizarishni boshladi. Tayyor pishganlarni sekin uzishni boshlaymiz. Allohning fazli bilan tandirimizni harorati me'yorida bo'lganidan somsalarning orqasi tishlamagan ham qorayib ham ketmagan. Somsalarning selini oqishiga o'zingizlar alohida baho berib qo'yasizlar. Urush qurbonsiz bo'lmaganda somsalarimizni atigi 10%, ya'ni 60 ta yopgan somsamizdan 5-6 tasi ozgina oqib tashlab yuborganini ham alohida e'tirof etib qo'yamiz. Tayyor bo'lgan somsalarimizni ovoziga, ko'rinishiga, shakliga, rangiga birinchi marta tayyorlashimizni inobatga olgan holatda o'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Tandir somsa hamda paternollarga juda ham qiziqqanim uchun tandirda ishlash ilmini endi o'rganyapman. Agar sizlarda qanaqadir taklif va mulohazalar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib ketsanglar, ilmiylardan bahramand bo'lishga harismiz. To'liq retsept video ostida professionallar nazari bilan qaramaysizlar degan umiddaman. Xato va kamchiliklar uchun ma'zur tutasiz. Vaqtingizga rozi bo'ling. Assalomu alaykum.